Assalomu alaykum. Anglayotganinglar tarixiy roman G'ani Batur. Avtori Ziya Samadi. İki atliq yezining bosh tarafidagi ikki toshliq tugman oldiga kelib to'xtashdi. Gugum tushib qolg'achqa Kaju yinida turgan tugmanchi ularning kimligini farq etolmadi. Beri kel Mo'min tog'a, biz yoy emas, qo'rqma. Sanmiding G'inam, sanmiding bolam. G'inining unidan to'nigan tugmanchi uchiqandek keldida G'inining etining chulurini tutdi va qo'ltig'idan yerga yo'lab tushirmak bo'lib edi. G'ini uning qo'lini asta ittirib salomlashib yerga irg'ib tushdi. Yanchi odating texichila qolmabdi-da, Mo'min tog'a. Sen emas, men sening qo'ltig'ingdan yo'lishim kerak. Yeshing kichik bo'lgani bilan yo'ling cho'ng o'g'lim. İkinci mandaq gapni qilg'uch bo'lma. Ma'qul, juysanglar. Uyga kirayli. Ey Oysha, nadisan? Mana men, nim bo'ldi atsi? Ig'il tarafdan chilakda sut ko'tarib chiqqan Oyshaxon yo'chun odamlarni ko'rib, ko'z bog'lansimi, lechigining bir uchida o'zini qiya torab ta'zim qildi. Darrov choy qaynat xotin. Atalarcha buyruq qildi Mo'min. No suyining go'kirab eqishini, choq bilakning ving'ildab peqirishini yaxshi ko'raman. No beshda o'ltirib gaplashayli, dedi G'ini. Choychu, choy. Chiyingni ichsak, keyinroq icharmiz. Boshla. Mo'min tog'a mehmonlarni boshlab mandi. Texi 50larga yetmagan tugmanchining chichi oqirib, ikki mursi chiqqan va beli tugman teshini mukchiyib turib chekkachga ig'ir tog'arlarni to'la ko'targachga mukchiyib, dok odamdek ko'rinatdi. Kovuk deshib eqivatgan no suyining salqin tapdi, choq bilakning g'uyuldab peqirishi zaptidan chachirgan minglagan suv qatralar tanga rohat, dilga aram beg'ishlaydi. G'ini no'g'a va choq bilakka xila tikilib turdi-da, ondan shoxlari suvga chilashgan Majnun talning yerdan sal ko'tarilib turgan Donay yiltizga o'ltardi. Nimdiga rahat, dedi salqin suvdan o'chumlab ichgan G'ini. Atidan kech kirgicha amgak qilib, nobishda bir nafas o'ltarsang, oduq degandan asarmi qolmas, qo'shimcha qildi Muhammadjon. Yoshlar xush kayib tamaki o'rishib chekishdi. Mo'min tog'a nasval anqisini chiqarib, olqiniga yerim chimdimcha qo'ydi-da, kalpuk tigiga silib, Kajoning bel yog'chiga tayandi. U nimadir demakchi bo'lib, bir ikki qatim devinganda qildi-yu, uyaldimikin og'zini ichib to'xtab qoldi. Daryo atlab uzun yo'lni besib kelganimizning sababini bildigansan, Mo'min tog'a. Gapni G'ini tashdi. Arlab yo'qlaydigan odating bo'ladigan. Yo'qlab kelgansan deyman-a? Bu qitimqi yo'qlashim boshqacharak. Dardingni yo'shirmay et. Balam G'ini, Mo'minning tamg'iqiga kallak tugun kaplashib qolgandek tunjuqib qoldi va birdan tuga bo'zlagandek o'kirib yig'lashga boshladi. Yig'a ovozi choq bilakning kuchlik gurkirishni besib ketgandek bo'ldi. Mo'minning alam izosining cheksizligi ichidan o'ksib chiqayotgan nadomatidan belgulik edi. Bu tariqa yig'a hasrat boladan balga yanchilikdan miras bo'lib qolganmikin, jismoniy ezilishdan ko'ra milliy zulm, ruhiy ezilish, haqorat, kamsitish inson uchun netchasa ig'ir azobqu oxir. Bo'la endi, yig'i bilan hech ish tutmaydi. Yig'lab qaqshab yetgan yerimiz mashag'u. Bo'lgan voqeaning chet yoqsini anglab o'ltirolmadim. Qani, o'z og'zingdan anglaychu, dedi Mo'minning nolasidan zardisi qaynagan G'ini. Ko'ngilchak Muhammadjonning ko'zlarida yosh o'ynab ta'tur qarab oldi. Pig'on chiqardi alam hasrat yukidan texmi mukchaygan Mo'min. U so'z qilish o'rniga yana buqildab yig'lashga boshladi. 2 yosh bo'pti, qong'ich yig'lab, ichqarningni bo'shat, degandek sukutda o'ltirishqini bilan vijdonlari qaynab, zo'ravonlarga la'nat nafrat o'qishib, chapsanroq intiqom ilishga, dardmanlarning ohiga yetishga talpinatdi. Oxiri tugmanchi yig'idan to'xtadi. G'am g'ussiga to'lgan ko'ksi qarni bir oz yeniklashdi. Ehtimalim
ulug' kichik tindida ondan G'aniga iltijo qildi. Meni so'zlitib, tilimni ko'ydirib nima qilatding o'g'lim? Anglagan bo'lsang, hammasi rost. Mo'minning dimi siqildi. Ortiq so'zlashga madori yetmadi. Zodi so'zlashning nima hojati? Yurak jarohatini ichib, qo'zg'ab nima qiladi? So'zlashga tiling bormasa, so'zlamay qo'y, deb mo'minning ko'nglini avutdi G'ani. Endi ichingda kuyib, dardga buruqtin bo'lib techatamsan. Ba'zida dedi Bayotin, ham nafasligini ichiga pukib, jim o'ltirgan Muhammadjon. Boshqalardan yo'shirib, saqlaydigan dard bo'ladi. Lekin muno sizning dardingiz mo'min tog'a, bir oilaning uran juratining sha'niga tegadigan, sukut qilishga bo'lmaydigan ig'ir dard alamg'u. Qandoq qilay? Men bechoraning qo'ldan nima kelmak? Biz vaqirvatdi ranjigan, xafa bo'lgan G'ani. Bizni o'ynab tomoshani ko'rgil keldi debidingmi? Zodi sen yonchilarga bo'sunchi bo'lib ko'nib qolgan. Bizni deb o'zing bir to'qinoq bala qazoga, texim ig'ir dardga patsang-g'u o'g'lim. Meni ayg'ining shuma? So'g kuldi G'ani va tani aralash dedi. Och yalang'och, uysiz makonsiz qolsangmi, nomusdan ayrilmas kerak. Bo'pti, tosh paqidak beshingni ichingga tiqib yotsang yetiver. Bizga qizingni zo'rlab ilib qochgan xumsining kimligini aytib bersang bo'ldi. Qulustayliq Shanyuning o'g'li. Mo'min aran shunala deyalidi. Kattoq adash, dedi-de, o'rnidan dast turdi G'ani. Muhammadjonmu qamchisiga tayinib o'ri bo'ldi. 2 yosh mo'min tugmanchining choy ichib ketinglar, deb yolvurib tizginlariga eslag'iniga qarmay otlarini devatishdi. Mo'min ing'irgandek, qizim, jinim qizim, nadisan, deb bu qitim unsilib bo'zlamadi. Lekin qalbida, dilida yig'ladi. Uni g'am alam 2 mo'rsidan besib yerga chaplavatgandek o'ltirib qoldi. Nim bo'ldilar? Voy-yey, yerga chaplashib yotganini. Hech, aran un qatdi mo'min. Tursila, choy qaynatib qo'ydim, mehmonlar qani? Atrofga qaradi Ayshamxon. Avay choyga o'ltirmay, satla ketibda. Mo'min ig'ir tag'arni ko'tarib qo'pqandek o'rnidan tirajab turdi-yu, lekin holsizlikmi yoki uyga kirgisi kelmadimi, qaytadan o'ltirib qoldi. Yo'lmak bo'lgan Ayshamxonning qo'lini asta ishtirib, G'anilar ketgan tarafga talmurib qaradi. Ayshamxon erining rayga beqib qishiga o'ltardi. Qadinaslar bir-birini ayaydi. Har qaysi dard alamni bir-birisidan go'shirishga, bilindirmasga, ko'zlaridan taram-taram oqqan yoshlarini ko'rsatmaslikka tirishib, Xolida yig'laydi. Mana 2 kundan beri mushu qayg'uliq holat, mushu unsiz holat, nadomat. 2 kunning oldida ular baxtlik edi. Ig'ir emgakdan keyin zag'rayib, qaynoq suv ichsimi, ko'ngil aromi Zaynab bor edi. Zaynabdan ayrildi. Olam qorong'ulashdi. Uy ichi go'rga aylanib, o'zlari tirik arvoh bo'lib qilishdi. Ularning holiga kim yesun? Kim dardiga darmon bo'lsin? Zaynabni zo'ravonlar ilib qochgan kuni Tugmanning varislik egisi Begzodining oldiga hol etib borgan mo'min dardini yana bir hassa oshirib qaytdi. Shipangda saydab yotgan Begzoda beshini pay yostiqdan ko'tarmay turib, qiz deganni bog'loqda tutishni bilmagan sandalliga oz bo'pti. Bor, deb qo'g'lab chiqardi. Ota bo'g'isidan tortib xizmatini qilgan g'ojisining bu qotilona zaharxandiligi mo'minning ko'ngil jarohatiga tuz sepib, yuragiga nashtar sanchig'andinmi ig'ir tuyuldi-da, dardini inson balasiga aytmaslikqa pinhon tutib, Allohdan o'zga yelinmaslikqa qaror qilgan edi. Butun umrida ishongan va yuragidan o'rin olgan odami G'anig'imi bu sirni ochiq oshkora aytmaganining sababi shu edi. Bir-biriga chaplashgandek g'amga petib o'ltirishgan er-xotin dillarida qon yig'ilishib, yolg'iz qizi Zaynabning omonligini Alloh egamdan tilishatdi. Yozning qisqa tunlarida dehqonlarning chiroqlari atiganligi o'chidi. Tong bo'zirishi bilan tang etizga mangadigan kambag'allar bo'lsa, to'xu tumanlar qundoqqa chiqishi bilanla
o'ringa so'naylashib, boshlari yostiqqa tegmay uyquga ketishidi. Arduq yetgan dehqonning aram rohati shuda. G'ani bilan Muhammadjon bir do'ngdan eshib, bir sayning suyini kechib, Qulustayga yetib berishdi. Chuluqay bilan Bulukayning oralig'i Aribozning qiya shimolidagi bu kent aslida Yanchilar mahallasi bo'lib, Chuluqayning sho'hbisi hisoblanadi. Mo'minkam qiziq odamda, dedi Qulustayga kirish oldida G'ani. Qasd dushmanini aytib berishga og'iz bormaydi. Ömür boyu zorluq zo'mbuliqdan bosh ko'tarolmay yuragi mujilib ketganda, ondan sening qaramlig'ingni biladi, seni bir baloga tiqib qo'ymay degandi, oq ko'ngil dehqon, dedi Muhammadjon. Bu mahallada o'nlagan shangyo bor, ko'nisimi, yangisimi, qirisimi, yishimi, itini bilmay qandoq topalaysan ha? Kiriga yeniq turgan uylarning biriga tavakkul qilib ko'rayli. Nima? Cho'chigandek so'radi G'ani. Ko'p xotinliq shangyolarning, boylarning yoki taqvodor molla oxunlarning uylarida kechicha chiroq yinib turadi. Ularning ishigiga bording, chandurdim dava. Undaq bo'lsa palboq, tani aralash kuldi Muhammadjon. Aslida u G'anining shaxsiy majralarga aralashadiganligini ba'zida o'rinsiz qahramonlik qilib, ikkisi orasida talash tortish ranjishlarmi bo'ladi-yu, lekin nima uchundir G'anining roicha bo'lib, uning deganini yermaydi. Do'sti G'ani haqning qulig'i. Kulma kava, kulish o'rniga kallani ishlat. To'xta. Iliqi haja esingda bormi? Qaysi hajani deysankin tang? Ishning beshiga ursang, hajani, ajargul, ajarbibi tushidi-g'u bu yurtda. O'g'loqcha ajachu. Shirib bo'kining hadisini demsan, dal shu. U erkak tishini nimatlab qolding? Yishing kichik bo'lsa-mu, tonimaydigan odaming yo'q-da, sen salma boshning. Sendek 10 yigitga bermaydigan jugan u, tiri shalvorni kiyib, ot ustiga chiqib olsa borg'u, hech kimga o'g'loq bermaydi-jumi? Rustumi dastonga tang qo'yg'ini tasla qolding. Yezining sharq tarafi Bulukayga boradigan yo'l bo'yidagi paka tam uylarning birining eshik oldida etini to'xtatgan G'ani yerga tushib, otning chulurini do'stiga tutqizdi. Darvoza o'rnida ikki chang'izini yon to'riklarga panilagan qo'rodin yengishib o'tib, xotan qog'ozi chaplangan panjaraga yondashdi. Mal varani yo'q, kambag'al oila bo'lsa kerak, avshigan ishit bo'lmadi. Uyda kim bor? O'nlik so'radi G'ani. Uyda qaysing bor deyman. Kim? Ayol kishining uyqu aralash uni anglandi. Men Yamulning yoyisi. Yoyning nomi chiqishi bilan demi tutilsa kerak, ayol jimib qoldi. Bizga hajaning uyini deb ber. Ha? Ayolning uni avvalqidan tetikroq chiqdi. Qaysi haja? U panjaraga yaqin keldi. Oq tumshuq hajami, sho'r tumshuq hajami? Ya hiliqi haja balaqmi? Sayrapla ketdi. Yoyiga yaxshi ko'rinmak bo'lgan ayol. Shiribxonning hadischu? Ha, bo'ldi. Ayol beshini panjaradan chiqardi. Biz uni haja iyiq deymiz. Uning uyi avu do'qmushdan o'ngga aylanib, yana so'ngga burilib, yana o'ngga qarab ikki uy o'tganda eshik oldida ikki to'p haja balaq o'zing o'xshaysan, dedi-da, ayolning so'zini oxirigacha anglashga taqat qilmay, kayniga yondi G'ani. Bayotin hammani anglab turgan Muhammadjon G'anining tepib diginiga ot ustida silkinib kuldi. Ayolning ko'rsatganidek ko'chaning so'l burilishiga yetganda, ularning qarshisidan kimdir biri mozayni so'rab kelmak dedi. G'o'jakbayning qora gangisidanmi eshib ketdi-ya bu haromliq. Kechsi qo'tan yotmas bo'lib oldi, deb zarlandi u. Ikki tup daraxtning qishiga kelganda mozayning beshidan tutdi-da, tirajishiga qo'ymay qacha qo'roning oldiga apardi va 4 oyog'idan qamab tutdi-da, Hoppa degan peti lekkida ko'tirib, qo'roni otildirib, o'yla ichiga irg'itibdi. Ko'rdingmi? Men degan haja ashu. Yopirlar, yoqisini tutdi Muhammadjon. Munurun divining ayni o'zigu.
Salam hajaxonada. Neredilla salam berib, o'zini tunutmoq bo'ldi g'ini. Hajaning ko'zi o'tkir ekan, bir qarashdila tunib oldi. Sanmiding palvon, otlanib chiqibsan. Kimni o'lab yurasan? dedi otliqlarga qarab. O'zing sat, yeshing cho'ng bo'lsimi, kuch-g'ayratingga xushdarmanda. Hadanga chaqchaq qilma, palvon. Og'zing qing'ir chiqib ketadi. Otdan cho'sh, xush kelibsan. G'inining etining cho'lurini tutdi Hajarxon. Ayibga buyurma, otdan tushmayman. İşim aldirash. Yaqa, qo'limga tushdingmi, qutlug'ingni ko'ray. Daryo saylisidagi palvonlig'ingni ko'rgandan buyon bir mehmon qilish orzuyim bordi. Mana, chillamayla o'z ayg'ingdan kelib qolding. Otdan tushdayman. Hajar o'zanga beg'ini tortdi. Ko'rdingmi, avu ali to'paqni. Hozir sana atab kallasini kartda kesaman. Rostini aytay, dedi Hajarxonning undoq o'zirga tan bermaydiganiga ko'zi yetgan g'ini. Bizni tutib qoldi ekansan, bir panosiz qizning baxtiga zamin bo'lasan. Shundaqmi? Cho'chigandek so'radi Hajarxon. Qo'limdan kelgan yaxshilikni qilay deymana? Beshiga kulpa tushkiniga yaxshilik qilasan. Sana kim yaxshilik qildikin tang? Yaxshilik qilib, garg qilayotganim chog'liq. Ammo yaxshilikqa yaxshilik talab qilish o'g'il bolaning ishi emas. Qo'yg'ina shu gapni. Bizni ortiq tutma, kechikib qolamiz. Savob ishqa qadam qo'yibsan. Xayr, amolim yo'q. Armon qilgan palvon yigitni mehmon qilmag'iniga afsuslandi Hajarxon. U degining kimning qizi? Chuluqayliq mo'min tugmanchining qizi Zaynab. Bo'ldi. G'inining nima demoqchi bo'lganligini bilgan Hajarxon uning so'zini bo'ldi. G'ojak Shanyonning o'g'li Tustuq ota-onasining roziligi bilan nikohiga opdi deyishgan-ku. İplaslar, nədəki razılıq bolsun? Ata-anasını bağlab qoyub elib qaçıbdı. Zeynepni Bağudun degan yetim o'g'ilga kelishib, 3 kun yo'g'il qilib olishga tayyorlik qilganda, yigitni Olvonga ketkizib tishib, qizni elib qaytishgan. Qo'shimcha qildi Muhammadjon. Butun suruq bir qizni yipiq to'y qilib, singurmoqchi bo'libdi-da, bu yalmavuzlar, dedi Hajarxon. Sukut qilsaq bir emas, o'nnimi purilib etadi bu ochko'z mal'unlar. To'siq deganing-chu, qaynab ketdi Haja. Sil kesel, yiniga kelgini bo'lmaydi. Chilib purab turadigan maxluq, kesilini yo'qtirib, ikki jonon chinidek qizning beshini yedi. Yana beri o'rin tutib yotdi. Endi uni voy ajal qepiyay. To'siqning uyi qaysi? so'radi G'ini. O'zim boshlab boraman, shimaylandi Hajarxon. Yo'q, sen bormaysan. Nima degining? Shu topdi-chu, o'g'am qaynab, otlang'im kelib turdi. To'siqni issiq o'rindan so'rab chiqib, teqimimga bosay deyman-a? To'siqni o'g'loqdek teqimimga bosqin kelsa, aytlardan shundoq qilarsan. Bugun Bulukay yo'lida kutib tur. Bulukay yo'lida kechida Aydalida kimni kuzat qilmoqchiman? Ta'ajjublandi Hajarxon. Gapni uzartma. O'z jinsingga madad bo'lman desang, bizni shu yerda kut. Kechida jin alvoslardan qo'rqmaydigansan? Haja iyiqning kimligini bilmaydigansan-da, talva palvon. Hajarxonning arancha so'ziga Muhammadjon kulvatdi. Kilishtoq, endi bizga G'ojakbayning uyini aytib ber, dedi G'ini. Hajarxon Shanyonning uyini ujur-bujurni to'liq aytib berdi. G'ojakning uyi yezining shimoliy qismida, qurasining zo'rligi, bog' aramlarining kengligi boshqa uy imoratlardan farqlanib turadi. Cho'ng o'stangning ochmoq suyi G'ojak Shanyonning beg'ining qoq o'rtasidan kesib o'tadi. Kumlash tomlar bilan qo'rshalgan cho'ng qo'ruq bayning yeza ichida egallab olgan yerining kengligini ko'rsatdi. Bu upqan, dedi qo'ruqni bir aylanib, so'ngich oldida to'xtagan G'ini. Suvning beshini, yerning ko'zini egallab olganini qara adash. Zaman zo'rning degan shu-da. Dehqonchilik yerlari yayloqdagi chorvalarni demansan. Yana olsam, yesam, tortib olsam debla turdi bu nafsi qurg'urlar. Xap, vangpa bo'larmidi? Mushundaqlarning hammasini qo'ylarni ko'ganligandek
qil og'amchiga matab, shamusha sazoyi qilsam, shuni degine. Davomi bor.